Ha. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni bezovta qildik. Yo'q, nimaga kelinglar. Qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Xush kelibsizlar. Bu meni ish joyim. Ana ish joyim suv bo'yida joylashgan. Keling, marhamat. Demak, hovlini bir chetroq joyida o'sha suv o'tgan bir qismida. Hovlimizning pastki qismidan suv o'tgan. Shu yerda chet elliklar kelib tomosha qilib ketishadi. Suvni mana ko'chamizning boshida bizada qog'oz bumajniy fabrika, milliy qog'oz ishlab chiqarish sexi joylashgan. Qadimiy uslubda qog'oz ishlab chiqarishadi. Mana tikib ilib qo'yamiz o'zimizning milliy matolardan har xil. Tushunishim bo'yicha bu hunarmandlarni shaharchasi. Da, hunarmandlar. O'sha shaharchani bir chetida sizni xonadoningiz joylashgan va xonadoningizda siz nima deydi, bahona qilmasdan, sharoit yo'q demasdan, uyingizni shunaqa chiroyli, mo'jazgina, mana tabiat qo'ynida bitta qaranglar, просто respekt, men hozir lolaman, to'g'risini aytsam. Juda ham havasim keldi bir tomondan sizga. Rahmat. Ham o'zingiz yaxshi ko'rgan qalb kasbingiz bilan shug'ullanasiz. Shunday. Bu liboslarni siz demak tayyor tikib qo'yasiz. Tashrif buyurgan turistlar kiyib ko'rishadi. Kimga yoqsa sotib olib, shu Samarqanddan esdalik, O'zbekistondan bir parcha o'zlariga esdalik olib ketishadi. Tushunarli. Ko'proq chet elliklar bilan ishlaysiz. Ko'proq asosan chet elliklar bilan. Siz xudo xolasa biz yangi loyiha boshlaganmiz. Ikkinchi ishtirokchisiz. Onlayn kursimiz qaysi patogada o'qigansiz? Modellashtirish kursi. Modellashtirishda qaysi oyga? O'tgan yil iyun-iyul oyida. O'tgan yil iyun-iyul oyida. Men o'quvchilarim bilan ko'rishib, aynan qaysi viloyatda bo'lishsa ham imkon qadar hammalari bilan borib, ish joylari bilan, ish faoliyatlari bilan tanishib, mana shu tikuvchilik va dizaynerlik sohasidagi moda olamidagi nima deydi, qaysidir ma'noda plus-minuslarni o'rganish, muammolarni o'rganish va o'quvchilarimiz bilan aloqalarni yana ham mustahkamlash maqsadida bir karvon desak ham bo'ladi. Bel bog'ladik, xudo xolasa. Endi kursdan keyingi holat, masalan siz o'zingizdagi jarayonlar haqida, masalan muammolar haqida qanaqadir savollaringiz bo'lsa, gapirsangiz juda ham xursand bo'lardim. Kurs men o'zi boshlovchi, tikuvchi sifatida ish boshladim. Men o'zim soham boshqa, moliya sohasini tugatganman. Moliya sohasida faoliyat yuritganman. Shu kichkintoyim sababli uyda o'tirib qolganman. Ya'ni kichkintoyingiz nima deydi? Dekret, men o'zbekchasiga bilmayman. Mana o'zbekchasi. Dekretga chiqqansiz. O'shaning uchun hozir uyda o'zimni qiziqishim bor boshidan, qiziqaman shu nimada. Hech kimga nimaga tushmaganman shogirdlikka. Birinchi ustozim siz hisoblanasiz. Voy, rahmat, juda ham xursandman. Sizdan shu razmer olishni, andoza yasashni o'rgandim. Alhamdulillah, rahmat sizga kattakon bu uchun. Shu asos andozalari nimasidan foydalanib o'zim xohlagandek yaxshi chiqyapti liboslarim. Hozircha buyurtmamiz faqat sotuvga. Hozircha faqat sotuvga. Chunki uyda bola bilan ovora bo'lganingiz uchun. O'sha sotuvda bo'layotgan jarayonda ham qaysidir muammolaringizni yecha oldingizmi? Ya'ni masalan men siz yoningizga mijoz bo'lib keladigan bo'lsam, qaysidir libosni aytsam siz bemalol chiqarib bera olasiz, xudo xolasa. Albatta, inshaalloh. Endi qanaqadir savollaringizmi, qanaqadir takliflaringizni bemalol aytishingiz mumkin, chunki men boricha qo'yaman deganman o'sha videoda, o'sha o'quvchilarimiz bilan ko'rishganimizda. Shu men inshaalloh yanada o'z ustimda ishlab, tikuvchilik sohasida, dizaynerlik sohasida o'z faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Xudo xolasa bu yo'lda men sizga albatta omad. Rahmat. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz. Men xursand bo'lganim, baribir milliyligimiz, bu bizning tariximiz, asrlar davomida o'tib kelayotgan narsa. Juda ham xursand bo'ldim. Bu yerdagi atmosfera, sakinat bor, maza qilib, ham hovlingizda, bolalaringiz atrofingizda. O'zingiz ishlaysizmi yoki yordamchilar bormi? Bir o'zim, hozircha bir o'zingiz. Yordamchilar albatta oling, chunki yordamchilar bilan chunki ko'zlangan maqsadga tezroq boramiz, xudo xohlasa. Ko'ryapsizlar, bizning o'zbek ayollarimiz, o'zbek qizlarimiz qanaqa matonatli, qanaqa shijoatli, bahona qilishmaydi, mehnatkash, mehnatni sevadigan insonlar. O'shaning uchun qo'ldagi bor imkoniyatlarini ishga solganlarida men juda ham xursandman. Bitta atrofim sizlarga hozir ko'rsatamiz atmosferani. Ishoninglar, hamma orzu qiladi bu nima deydi? Bu atmosferani. Shaxsan men o'zim orzu qildim. Agar meni ham qaniydi shunaqa hovlimni bir burchagida o'zimni ijod qiladigan joyim bo'lsa va nima deydi, ko'rib turganimizdek arvoq qilib turibdi bu yerda bir chiroyli atmosferada. Noodatiy daraxtlar bor, salqin joy, yana chet elliklarni o'zi siz chaqirmaysizlar ularni, o'zligingiz kirib kelishadi. Shunday, o'zlari. Bu juda ham zo'r.
Men o'ylayapman, hali xudo xolasa bu boshlanishi. Siz hali aytganingizdek yo'lni boshida ekansiz. Inshaalloh. Butun O'zbekistonning nomini mana shu taralashiga, mana shu soha bilan o'zingizni hozirdan o'sha hissingizni qo'shishni boshlagansiz. Chunki ko'ryapmiz, hamma narsa milliy matolardan yaratilgan, milliy qadriyatlarimizga asoslangan liboslar. Bu juda ham odamni quvontiradi. Men sizni xonadoningizga, sizni ish joyingizga tashrif buyurganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Men ham juda ham xursandman. Maksimalni hamma joyga borish niyatimiz bor. Chunki o'zim ham mazza qilyapman bu jarayondan. Chunki Juda qiziq. bu xonada tarix o'rganyapmiz.